Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi obyektimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Tator qishlog'idan bo'lyapti. Bu yerimiz kuxnya, ko'rib turibsizlar. Kuxnyamizni ponni korobka holatidan mana shu holatga keltirib berdik. Devorlarimiz bambukli panel bo'lgan. Ajoyib holatda turibdi. Juda zo'r. Suvga ham, namga ham chidamlik, artsa ham bemalol, artishga ham qulay. Pollarimiz parket bosilgan pollarimizga. Devorlarimiz bambukli panel, patologimiz dekor plus bo'lgan. Mana shunday lyustralarni vitichkalarni o'rnatib ketganmiz qo'shimchasiga. Bu mebellarni biz o'rnatmaganmiz. Mebelchi ustakalar o'zlari o'rnatgan. Kafellargacha terib berganmiz. Mana rezetkalarini qo'yib, bu yerda xolodilnik bo'ladi. Elektromontaj, santexnika montaj, xullas hammasini o'zimiz qilib berganmiz. Mana shu ko'rinishda turibdi. Xudo xolasa yoqsa bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud. Bu xonamiz razmerlariga keladigan bo'lsak, xonamiz razmerlari 3 metrga 4.10 bo'lgan. 3 ga 4.10 bo'lgan. Jami ketgan summasi $900 ketgan. Albatta mebellaridan tashqari shunday bitishiga usta xizmatidan tashqari $900 materialini o'ziga shunaqa pul ketgan. Xudo xolasa havas qilganlar va yoqqan bo'lsa, havas qilgan bo'lsanglar, sizlarga ham mana shunday oshxonalar nasib qilsin. Like bosib ketinglar. Tanish bilishlarga maksimal darajada jo'natib qo'yasizlar bu videoni, xudo xolasa. Bu yerimiz bitta xona, ichkarida mana dushovoyi ham bor. Dushovoyini o'tga qilib berganmiz. Bambukli panel emas bu dushovoyi, PVX panel bo'lgan. Tahorat oladigan joylarigacha, rakovina kirmoshmalarigacha o'rnatib berganmiz, xudo xolasa. Bu o'tga qilingan. Endi bu yil mana ishimiz ma'qul kelgan ekan, oshxonasiga keldik. Oshxonasini ham chiroyli holatda, chiroyli tarzda qo'limizdan kelganicha, ustozimizdan o'rganganimizcha bitirib berdik. E'tiborlar uchun rahmat deb qolamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud. Kimda qanday savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.